Akalar, o'g'il bolaga mana akalar so'z beraman, 10 ming rublda 10 kishiga olib beraman. Akalar, konkretni tekinga pul olmoqchi bo'lsalaring, bitta sharti mana shu barmoqimni uchiga pelisga bosib akalar, ismlaring yozinglar, yozib qo'yaman men akalar. Agar mana bu barmoqimni uchiga pelisga bosmasalaring, tekinga mendan pul so'ramanglar. 10 mingdan tekinga pul olib ketasizlar akalar. O'g'il bolaga mana o'g'il bola bitta gapini aytaman. Yutsam 10 mingdan beraman deyapti. Bosinglar mana barmoq uchiga pelusga bosinglar, hamma ismini yozsin akalar. O'zini ismini yozsin, o'sha ism bo'yicha chiqarib bitta tashlab beraman 10 ming rubldan. Aka pulingiz keldi aka. Keldi aka, pulingiz keldi aka. 35 ming sizdan keldi. 220 ming bo'ldi. O'rtaga aka puli keldimi buni? Puli kelgan bo'lsa aka, joyiga yana 5 ming ko'tarib 40 ming rubl uraman aka shu joyiga. 40 mingdan 40 ming. 260 ming rubl bo'ladi.